Soat ropparasi 1:30 bo'ldi kechqurungi. Men yo'lda qolib ketib qoldim. Kamera pakurshkalarim yorilib, xullas katta bir yamaga tushdim. Mana tog' orasida qolib ketdim. 3 soat deganda piyoda chiqib keldim tog'dan. Na gram suv bor, hozir aytdi hamma uxlayapti. Tashqarisida sotuvda suv bor ekan, blokda turibdi. Baribir boshqa davlatdaman. Xijolat, endi bu narsa deb qanaqa odam qanaqa yo'q. Lekin o'ta chanqib yotibman. 1 gram suv topa olmayapman. Endi sotuvdagi suv bor, blokda turibdi. Olsam o'g'riga chiqib qolaman. Allohga tavakkal, sabr qilib o'tiribman. Mana velosipedimni tuzatyapman hozir. Zaryadkalar qo'yyapman, shunisiga ham shukr, Allohga shukr. Hali tog'da orasidaman. Shunday bir joy bor ekan, shu yerga kelib to'xtadim. Sochlarim chang to'zonda qolib ketdim. O'zi kechasida yurmayman dedim, endi tog'dan chiqish kerak, iloji yo'q. Aynaqasi ham bo'ladi, oson emas. Zo'r joylarda ham ko'ramiz, ba'zida xo'ram bo'lamiz. Shuncha mashaqqat chekib, inshaalloh O'zbekistondan ham mana veloturist bor deb odamlarga ko'rsatib qo'yish, ya'ni Yevropadagi davlatlar, boshqa chet davlatlarga ham ko'rsatib qo'yish maqsadida chiqqanman. Faqatgina Yevropadan biz tomonlarga emas, biz ham o'sha chiqib qolishimizni isbotlamoqchi bo'lganman. Allohga shukr, ketyapman. Hech bo'lmasa like, podpiska qilib, qo'llab-quvvatlab tursanglar men xursand bo'laman. Hech narsa shart emas. Allohga tavakkal, Xudo xolasa. Bugun mana shu joyda uxlayman menimcha. Chunki boshqa ilojim ham yo'q.